Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto o'ta zudlik bilan e'tibor qaratilishi lozim bo'lgan mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, uning oila a'zolariga, do'stlariga va umuman pensiya oladigan har bir fuqaroga bevosita tegishli. Sizning pensiya kartangiz to'satdan bloklanishi mumkin va bu shunchaki bir ogohlantirish emas, balki real xavfdir. Agar siz hozir aytadiganlarimni e'tiborsiz qoldirsangiz, pensiya pullaringizga kirish imkoniyatidan mahrum bo'lishingiz mumkin va bu sizni jiddiy moliyaviy qiyinchiliklarga duchor qiladi. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang va hoziroq kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoga like bosing va bu videoni imkon qadar ko'proq odamlarga ulashing. Bu ma'lumot hayotiy ahamiyatga ega. Muammoning mohiyati. Ilgarilari va hozirgi holat keling. Avvalo vaziyatning mohiyatini tushunib olaylik. Pensiya tizimi bizning ijtimoiy himoyamizning muhim ustuni hisoblanadi. Ilgari ko'pchilik pensiyalar naqd pulda, pochta orqali yoki bank kassalaridan shaxsiy guvohnoma asosida olinardi. Bu usul bir tomondan qulay bo'lsa-da, boshqa tomondan ko'plab noqulayliklar va xavflarni o'z ichiga olardi. Masalan, pochta orqali yetkazishda kechikishlar, pullarning xavfsizligini ta'minlash muammolari, pensiya oluvchining shaxsan borib navbat kutishi zaruriyati kabi holatlar tez-tez uchrab turardi. Bank kassalarida ham uzun navbatlar, ayniqsa pensiya tarqatish kunlari odatiy hol edi. Bunday tizimda pensiya kartalari keng tarqalmagan edi va ularni bloklash masalasi deyarli ko'tarilmasdi. Chunki asosiy muammo naqd pulni yetkazish va berishda edi. Banklar pensiya oluvchining shaxsiy ma'lumotlarini doimiy ravishda yangilab turishga unchalik qattiq e'tibor qaratmasdi. Chunki asosiy operatsiyalar yuzma-yuz amalga oshirilardi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat bir marta ko'rib chiqilar va shundan so'ng uzoq vaqt davomida unga qayta murojaat qilish shart bo'lmas edi, agar kishining o'zi biron bir o'zgartirish kiritmasa. Pensiyani olish jarayoni asosan jismoniy hujjatlarga va bevosita aloqaga asoslangan edi. Bu ba'zi hollarda keksa yoshdagi kasalmand yoki harakatlanish imkoniyati cheklangan shaxslar uchun og'ir yuk bo'lardi. Ular o'zlarining oylik pensiyalarini olish uchun har oy navbatda turishlari, ba'zan esa uzoq masofalarni bosib o'tishlari talab etilardi. Ba'zi holatlarda esa pochta xodimlari uzoq qishloqlarga pensiyani yetkazishda turli sabablarga ko'ra kechikishlarga yo'l qo'yishardi. Bu esa pensiya oluvchilarning haqli e'tirozlariga sabab bo'lardi. Xullas, o'sha davrdagi pensiya tarqatish tizimi zamonaviy talablarga javob bermas edi va ko'plab eskirgan amaliyotlarni o'z ichiga olardi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgardi. Biz raqamli iqtisodiyotga o'tish davridamiz va moliyaviy xizmatlar ham tobora raqamlashmoqda. Aksariyat pensiyalar endilikda bank kartalari, ya'ni plastik kartalar orqali o'tkaziladi. Bu zamonaviy, qulay va xavfsiz usul hisoblanadi. Siz do'konlarda to'lov qilishingiz, kommunal xizmatlar uchun to'lashingiz, pul o'tkazishingiz va hatto internet orqali xarid qilishingiz mumkin. Bu raqamli transformatsiya pensionerlar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratdi. Masalan, uyidan chiqmasdan mobil ilovalar orqali hisobini boshqarish, xarid qilish yoki xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Endi navbat kutish, naqd pulning xavfsizligi haqida qayg'urish kabi muammolar sezilarli darajada kamaydi. Ammo bu qulayliklar o'zi bilan yangi talablarni ham olib keladi. Endilikda banklar va pensiya jamg'armasi moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi, xavfsizligi va qonuniyligini ta'minlash uchun yanada qattiqroq qoidalarga amal qilmoqda. Bu xalqaro standartlarga moslashish, moliyaviy firibgarlik va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash, MLCFT, Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism mexanizmlarini kuchaytirish bilan bog'liq. Bu qoidalar barcha moliyaviy muassasalarga, shu jumladan tijorat banklariga ham mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini doimiy ravishda tekshirib turish majburiyatini yuklaydi. Natijada banklar o'z mijozlarining, shu jumladan pensionerlarning ham shaxsiy ma'lumotlarini doimiy ravishda yangilab turishni talab qilmoqda. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz bank tizimidagi ma'lumotlar bilan mos kelmasa yoki belgilangan muddat ichida yangilanmasa, kartangiz bloklanishi mumkin. Bu shunchaki bir nazariy ehtimol emas, balki har kuni yuz berayotgan real holatdir. Bloklanishning asosiy sababi esa sizning shaxsingizni tasdiqlashning imkoni bo'lmasligidir. Moliyaviy muassasalar sizning pulingizni kimgadir, shaxsi noma'lum shaxsga berish huquqiga ega emas va bu juda ham to'g'ri yondashuvdir.
Chunki bu birinchi navbatda sizning mablag'laringiz xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning yangiligi va to'g'riligi bank uchun juda muhimdir. Chunki bu moliyaviy jinoyatlarning oldini olishda asosiy omil hisoblanadi. Asosiy qismi nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olmog'i lozim? Va kimga lozim emas? Keling, endi bu vaziyatni chuqurroq tahlil qilaylik. Pensiya kartangiz bloklanishiga olib keladigan bir nechta asosiy sabablar mavjud. Har bir sababni alohida ko'rib chiqamiz va tushunarli misollar bilan izohlaymiz. Shunda siz vaziyatni to'liq anglab yetasiz va zarur choralarni ko'ra olasiz. 1. Aslish pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatning muddat tugashi. Aslish bu eng keng tarqalgan va asosiy sabablardan biridir. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra har bir fuqaroning pasporti yoki ID kartasi ma'lum bir muddatga beriladi va bu muddat tugagach u yuridik kuchini yo'qotadi. Banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni doimiy ravishda yangilab turishi shart. Agar bank tizimida sizning pasportingiz muddati o'tgan deb qayd etilgan bo'lsa, u sizning shaxsingizni tasdiqlashda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu holatda bank sizning nomingizdan biron bir moliyaviy operatsiyani amalga oshirishga haqli emas. Chunki hujjat yuridik jihatdan haqiqiy emas. Buning sababi banklar tomonidan amalga oshiriladigan har bir moliyaviy operatsiya, masalan, pul yechish, to'lov qilish yoki pul o'tkazish mijozning shaxsi to'liq tasdiqlangan holda amalga oshirilishi kerak. Agar asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasport, yaroqsiz holga kelsa, bank sizning kimligingizni isbotlay olmagani uchun xavfsizlik maqsadida kartani bloklashga majbur bo'ladi. Aslida misol tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi 72 yoshli xolida buvi. Uning pasportining amal qilish muddati 2023 yil yanvar oyida tugagan edi. Xolida buvi yoshi bir joyga borib qolgani sababli pasportini yangilash haqida o'ylay olmadi va bu masalani e'tiborsiz qoldirdi. Pensiyasini har oy uning nevarasi bankomatdan yechib olardi. Chunki xolida buvining o'zi tashqariga ham chiqardi. 2023 yil aprel oyida odatdagidek nevarasi bankomatga pul yechish uchun borgan edi. Karta bloklanganligi haqida xabar keladi va pulni yechib bo'lmaydi. Bankning avtomatlashtirilgan tizim ma'lumotlar bazasini tekshirib, qo'lida buvining pasporti muddati o'tganligini aniqlagan va xavfsizlik qoralari doirasida kartani bloklagan. Natijada qo'lida buvi nafaqasiz qoldi. Bu holatda u avval pasportini yangilashi, keyin esa yangi pasport bilan bankka borib ma'lumotlarni yangilashi shart edi. Bu jarayon pasportni yangilashga 35 ish kuni, bankdagi ma'lumotlarni yangilashga esa yana bir kun vaqt olishi mumkin. Bu esa pensioner uchun jiddiy noqulaylik, shoshilinch pul kerak bo'lganida esa katta muammo hisoblanadi. Ikki asliq bankdagi shaxsiy ma'lumotlarni yangilash zaruriyati Know Your Customer qoidalari. Hatto pasportingizning muddati tugamagan bo'lsa ham, banklar ma'lum vaqt oralig'ida, masalan, har 3-5 yilda bir marta o'z mijozlaridan shaxsiy ma'lumotlarni qayta tasdiqlashni talab qilishi mumkin. Bu mijozingni bil, KVZ siyosati deb ataladi va xalqaro moliyaviy standartlarga asosan joriy etilgan. Maqsad firibgarlikning oldini olish, shaxsiy ma'lumotlarning aniqligini ta'minlash va pul yuvishga qarshi kurashish. Banklar mijozlarning yashash manzili, telefon raqami, ishi yoki boshqa muhim ma'lumotlari o'zgargan bo'lishi mumkinligini inobatga oladi. Shu sababli ular vaqt-vaqt bilan bu ma'lumotlarni tasdiqlashni so'raydilar. Agar siz ushbu talabni bajarmasangiz, bank sizning haqiqiy shaxsingiz haqida to'liq va dolzarb ma'lumotlarga ega bo'lmasligi mumkin. Bu esa risklarni oshiradi va kartaning bloklanishiga olib keladi. Misol, Astirisk Samarqand viloyatidan 6 yoshli Akmal bobo 5 yildan beri o'zining pensiya kartasidan foydalanib keladi. Uning pasportining muddati 2028 yilda tugaydi, ya'ni hujjat haqiqiy. Ammo bank ichki siyosatiga ko'ra mijozlar har 5 yilda o'z shaxsiy ma'lumotlarini yangilashlari shart. Bank Akmal boboga elektron pochta orqali yoki SMS xabar orqali bu haqda bir necha bor ogohlantirishlar yuborgan, ammo Akmal bobo ularni e'tiborsiz qoldirgan. Chunki u elektron pochtadan foydalanmaydi va SMS xabarlarga ahamiyat bermaydi. U hatto bankdan kelgan xabarlarga umumiy reklama deb qaragan. Belgilangan muddat o'tgach, Akmal boboning kartasi bloklanadi. U pensiyasini ola olmaydi. Bank menejeri Akmal bobo murojaat qilganda unga bu holatning sababini tushuntiradi. Akmal bobo o'zining yangi pasportini taqdim etishi, shaxsiy ma'lumotlarni yangilash haqida arizaga imzo chekishi bilan uning kartasi yana faollashadi. Ammo bu vaqt ichida u pensiyasini ola olmaydi
va moliyaviy qiyinchiliklarga duch keladi. Chunki pensiya uning asosiy daromad manbai edi. Pensiya kartasining uzoq muddat ishlatilmasligi, harakatsizlik. Agar pensiya kartasi uzoq vaqt davomida, masalan, 6 oy yoki 1 yil davomida hech qanday operatsiya, pul yechish, to'lov qilish, balansni tekshirish uchun ishlatilmasa, bank buni shubhali deb hisoblashi mumkin. Bu ayniqsa pensioner vafot etgan, ammo uning vafoti haqida bankka yoki pensiya jamg'armasiga xabar berilmagan holatlarda tez yuz beradi. Bunday holatlarda suiiste'mollikning oldini olish maqsadida karta avtomatik ravishda bloklanishi mumkin. Banklar bunday harakatsiz kartalarni firibgarlik uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan uyqudagi aktivlar deb hisoblaydi va ularni himoya qilish uchun choralar ko'radi. Maqsad noto'g'ri yoki noqonuniy yo'l bilan pensiyani o'zlashtirishning oldini olishdir. Misol, Farg'onada yashovchi To'qimgun yoshli Otabek bobo. Uning farzandlari chet elda ishlashadi va unga muntazam ravishda moddiy yordam yuborishadi. Otabek bobo o'z pensiya kartasidan deyarli foydalanmaydi. Chunki o'g'li yuborgan pullar unga yetarli bo'ladi va u xarajatlarini farzandlari yordami bilan qopladi. Uning pensiya kartasiga esa har oy pensiya tushib turadi, ammo undan hech qanday operatsiya amalga oshirilmaydi. 10 oy o'tgach, bank Otabek boboning kartasini harakatsizlik sababli bloklaydi. Bank xodimlari bir necha bor Otabek bobo bilan bog'lanishga urinishadi, ammo uning telefon raqami eski edi va o'zgarib ketganligi sababli bank uni topa olmadi. Otabek bobo o'z kartasining bloklanganini bilganida bankka murojaat qiladi. Bank unga hech qanday pulni yo'qotmaganligini, faqat xavfsizlik maqsadida kartani vaqtincha bloklaganini tushuntiradi. Faqat bankka shaxsan tashrif buyurib, o'zining tirikligini tasdiqlaganidan va ma'lumotlarni yangilaganidan so'ng uning kartasi qayta faollashtiriladi. 4. Sud qarorlari yoki ijro hujjatlari ba'zi holatlarda pensionerning qarz majburiyatlari bo'lsa, masalan, aliment. Soliq qarzi, kredit qarzini to'lamaslik, kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlik, sud ijrochilarining qaroriga asosan pensiya kartasidagi mablag'lar bloklanishi yoki undan ma'lum miqdordagi mablag' ushlab qolinishi mumkin. Bu butunlay boshqa turdagi bloklanish bo'lib, u bankning ichki qoidalari bilan emas, balki qonuniy majburiyatlar bilan bog'liq. Bunday holatlarda bank shunchaki sud ijrochilarining ko'rsatmalarini bajaradi va kartani o'z xohishiga ko'ra emas, balki qonuniy majburiyat yuzasidan bloklaydi. Bu holatda bankdan norozi bo'lish o'rinsizdir. Chunki u faqat amaldagi qonunchilikka amal qiladi. Misol, Namanganda yashovchi Oltinbek yoshli Gulnora aya o'zining pensiyasini olardi. Uning o'g'li avvalroq kredit olgan va Gulnora aya unga kafil bo'lgan edi. O'g'li kreditni o'z vaqtida to'lay olmagani sababli bank sudga murojaat qiladi va sud Gulnora ayani qarzdorlikni qoplashga majbur qiladi. Sudning qaroriga asosan Gulnora ayaning pensiya kartasidagi mablag'larning bir qismi qarzni undirish maqsadida bloklanadi. Gulnora aya pensiya olishga borganda kartasida kutilgandan kamroq pul borligini yoki umuman yo'qligini ko'radi. Bankka murojaat qilganda unga sud qarori asosida kartasiga ijro xati kelganligi tushuntiriladi. Bu holatda kartani faqat qarzdorlik to'liq to'lagandan keyin yoki sud qarori bekor qilingandan keyin to'liq ishlatish mumkin bo'ladi. Bu esa Gulnora ayaning shaxsiy moliyaviy ahvoliga jiddiy ta'sir qiladi va uning byudjetida katta bo'shliqni yuzaga keltiradi. Kim xavotir olmoq lozim? Yoshi ulug', texnologiyadan uzoqroq bo'lgan pensionerlar. Asterisk. Bu toifadagi fuqarolar ko'pincha bank xabarlarini o'qimaydilar. Yangi qoidalardan bexabar bo'ladilar va pasport muddatini kuzatmaydilar. Ular ko'pincha mobil ilovalardan yoki internet banking xizmatlaridan foydalanmaydilar. Shuning uchun bank ogohlantirishlari ularga yetib bormasligi mumkin. Ularning oila a'zolari bu masalaga jiddiy e'tibor qaratishlari va ularga yordam berishlari kerak. Pensiya kartasidan kamdan kam foydalanadiganlar. Agar siz pensiyani kartaga o'tkazib olib, uni faqat ba'zi operatsiyalar uchun ishlatsangiz yoki umuman ishlatsangiz, kartangiz harakatsizlik sababli bloklanishi xavfi ostida bo'lishingiz mumkin. Kartani kamida oyiga bir marta kichikroq operatsiya uchun bo'lsa ham ishlatish muhimdir. Chet elda yashovchi pensionerlar. Chet elda yashab turib O'zbekistondan pensiya oladigan fuqarolar uchun ma'lumotlarni yangilash va shaxsini tasdiqlash yanada qiyin bo'ladi. Ular har yili o'zlarining tirikliklari to'g'risida guvohnoma taqdim etishlari shart bo'ladi va bu jarayonni o'z vaqtida amalga oshirishlari zarur. Pasporti tez orada muddati tugaydiganlar.
Agar sizning pasportingiz keyingi 6 oy ichida tugaydigan bo'lsa, zudlik bilan uni yangilash choralarini ko'ring. Muddat o'tishini kutib o'tirmang, chunki yangilash jarayoni biroz vaqt talab qilishi mumkin. O'z shaxsiy ma'lumotlarini bankda hech qachon yangilamaganlar, masalan, 3-5 yildan ortiq vaqt mobaynida bank sizdan yangilashni talab qilishi mumkin va bu talabga javob bermaslik kartaning bloklanishiga olib kelishi mumkin. Hujjatlari noto'g'ri yoki eski ma'lumotlarga ega bo'lganlar, agar familiyangiz o'zgargan, ammo bankka xabar bermagan bo'lsangiz yoki manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bu ham muammolarga olib kelishi mumkin. Har qanday shaxsiy ma'lumotdagi o'zgarish haqida bankka o'z vaqtida xabar berish juda muhimdir. Kimga xavotir olmoq shart emas. Pensiya kartasidan muntazam foydalanadiganlar, har oy pul yechadigan, do'konlarda to'lov qiladigan yoki kommunal to'lovlarni amalga oshiradiganlar. Chunki ularning kartalari doimiy ravishda faol hisoblanadi. Pasporti amal qilish muddati uzoq bo'lganlar, masalan, yangi biometrik pasport olganlar yoki ID karta egalari, chunki ularning hujjatlari uzoq muddatga amal qiladi. Bank va pensiya jamg'armasining ogohlantirishlariga e'tibor beradiganlar, SMS xabarlar, elektron pochta xabarlari yoki ogohlantirishlarni o'z vaqtida o'qib, tegishli choralar ko'radiganlar. O'z ma'lumotlarini bankda muntazam yangilab turadiganlar. Oila a'zolari yordamida har yili yoki bir necha yilda bir marta bankka borib, ma'lumotlarini tasdiqlaydiganlar. Ular doimo bankning talablariga rioya qilishadi. Asosiy qism 2 istisnolar. Qo'pqonlar va noaniq nuanslar bu sohada nafaqat umumiy qoidalar, balki bir qator istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan qo'pqonlar va noaniq nuanslar ham mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi va moliyaviy rejalaringizni buzilishining oldini oladi. Nogironlik pensiyasi va keksalik pensiyasi o'rtasidagi farq. Keksalik pensiyasi ko'pincha shaxsning yoshiga va mehnat stajiga qarab bir marta tayinlangandan so'ng umrbod to'lanadi. Ammo nogironlik pensiyasini oluvchilar uchun vaziyat boshqacha. Ularga pensiya tayinlash ma'lum bir muddatga, ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tish natijasida belgilangan nogironlik guruh muddatiga bog'liq bo'ladi. Agar nogironlik guruh muddati tugagan bo'lsa va bu haqda pensiya jamg'armasiga yangi ma'lumotlar kelib tushmasa, pensiya to'lovi to'xtatiladi. Bu holatda sizning kartangiz bloklanishi bevosita tibbiy hujjatlaringizning yangilanganligi bilan bog'liq bo'ladi. Bu pensiya jamg'armasining moliyaviy majburiyatini to'xtatishi bilan birga bank kartasining ishlamay qolishiga olib keladi. Misol, Qashqadaryoda yashovchi 55 yoshli Gulbahor opaning ikkinchi guruh nogironligi bor edi va uning tibbiy ko'rigidan o'tish muddati har 2 yilda bir bo'lib, navbatdagi ko'rik 2023 yil mart oyida belgilangan edi. Gulbahor opa shaxsiy muammolari sababli ushbu muddatda tibbiy ko'rikdan o'ta olmadi. Pensiya jamg'armasi uning nogironlik muddatini tasdiqlovchi hujjatni olmagach, aprel oyidan boshlab pensiya to'lovini to'xtatdi. Natijada uning pensiya kartasi ham avtomatik ravishda bloklandi, chunki kartaga pensiya tushumi to'xtagan edi. Kartani faollashtirish uchun Gulbahor opaga avvalo tibbiy ko'rikdan qayta o'tish, nogironlik muddatini uzaytirish va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berish talab etiladi. Ushbu jarayon bir necha hafta davom etishi va bu vaqt mobaynida Gulbahor opa o'zining yagona daromad manbaidan mahrum bo'lishi mumkin. O'zbekistonda doimiy yashovchi, ammo pensiya chet eldan keladigan fuqarolar. Bunday holatlarda pensiya olish tartibi biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Ba'zi davlatlar, masalan, Rossiya, Qozog'iston o'z pensionerlaridan ma'lum muddatlarda odatda har yili tiriklik to'g'risida guvohnoma talab qilishi mumkin. Bu guvohnoma pensiya to'lanadigan mamlakatning konsullik muassasasida rasmiylashtiriladi. Agar bu guvohnoma o'z vaqtida taqdim etilmasa, chet el pensiya jamg'armasi mablag'larni yuborishni to'xtatishi, bu esa o'z navbatida O'zbekistondagi bank hisob varag'iga pensiya tushumining to'xtashiga olib kelishi mumkin. Garchi bu holat bevosita O'zbekistondagi bank kartasining bloklanishiga sabab bo'lmasa-da, mablag' tushmagach, kartadan foydalanish imkoniyati ham qolmaydi. Bu esa moliyaviy jihatdan bloklangan karta bilan barobar hisoblanadi. Ochig'isi, bank kartasining amal qilish muddati, pasport singari pensiya kartasining ham o'z amal qilish muddati bor. Bu muddat odatda kartaning o'zida ko'rsatilgan. Masalan, 12-26, ya'ni 2026 yil dekabrning oxirigacha. Muddat tugaganda karta avtomatik ravishda ishlamay qoladi. Bu bloklanish emas, balki kartaning yuridik muddatining tugashi. Ba'zi banklar mijozning faolligiga qarab
yangi kartani avtomatik ravishda chiqarib, sizni SMS orqali yoki qo'ng'iroq qilib xabardor qilsa, boshqalar sizdan bankka murojaat qilishni talab qiladi. Shu sababli kartangizning amal qilish muddatini muntazam tekshirib turish muhimdir. Misol, Buxorolik 67 yoshli Sharif Boboning Uzgard pensiya kartasining muddati 2023 yil iyun oyida tugadi. Bank unga yangi karta tayyorlagan va SMS orqali xabar yuborgan edi. Ammo Sharif Bobo bu xabarni o'qimagan yoki e'tibor bermagan. Iyul oyida pensiya kelmaganini ko'rib, bankka borganda unga kartasining muddati tuganligi va yangi karta tayyorlab qo'yilganligi tushuntirildi. Yangi kartani olgandan so'ng uning pensiya pullari yangi kartaga o'tkazildi. Bu holatda pul yo'qolmaydi, faqat unga kirish vaqtincha cheklanadi. Biroq bu holatda ham Sharif Bobo bir muddat pulga muhtoj bo'lgan. 4. Vakil orqali pensiya olishdagi o'ziga xosliklar. Ba'zi pensionerlar, ayniqsa kasallik tufayli mustaqil harakatlana olmaydiganlar yoki uzoq hududlarda yashovchilar pensiyalarni notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida vakil orqali oladilar. Bunday holatlarda ishonchnomaning amal qilish muddati, shuningdek vakilning shaxsiy ma'lumotlari ham muhim ahamiyat kasb etadi. Notarial ishonchnoma ma'lum bir muddatga beriladi va bu muddat tugaganda u o'z kuchini yo'qotadi. Agar ishonchnomaning muddati tugasa yoki bank vakilining ma'lumotlarida qandaydir nomuvofiqliklarni aniqlasa, pensiya to'lovi to'xtatilishi mumkin. Chunki bank noqonuniy operatsiyalardan himoyalanishga majbur. Misol, Andijonda takmiz 5 yoshli Gulandim opaning pensiyasini uning qizi Dilbar notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida olib berardi. Ishonchnoma 3 yil muddatga berilgan edi va 2023 yil may oyida muddati tugadi. Dilbar ishonchnomani yangilashni unutdi. Iyun oyida u bankomatdan pensiyani yechishga uringanida karta bloklanganligi haqida xabar chiqadi. Bank xodimlari Dilbarga Gulandim opaning ma'lumotlarida hech qanday muammo yo'qligini, biroq ishonchnomaning muddati tugaganligi sababli bank operatsiyalarini amalga oshirishga ruxsat bera olmasligini tushuntirdi. Bu holatda Dilbar yangi ishonchnoma rasmiylashtirishi va bankka taqdim etish kerak bo'ladi. Bu jarayon esa Gulandim opaning pensiyasini olishga chektiradi. 5. Texnik nosozliklar va tizimdagi xatolar, garchi kamdan kam bo'lsa-da, ba'zida texnik nosozliklar yoki bank tizimida ro'y beradigan xatolar tufayli ham kartalar bloklanishi mumkin. Bu holatda odatda bank qisqa vaqt ichida muammoni bartaraf etadi va karta avtomatik tarzda faollashadi. Bunday holatlar mijozlarning aybisiz yuz beradi va bankning o'zi uni tezda tuzatishga harakat qiladi. Ammo agar bunday holatga duch kelsangiz va kartangiz ishlamay qolsa, darhol bankning ishonch telefoniga murojaat qilish yoki eng yaqin filialiga borish tavsiya etiladi. Ba'zida bu noto'g'ri operatsiya urinishlari tarmoq muammolari yoki boshqa kutilmagan sabablar tufayli yuz berishi mumkin. Misol, Jizzax viloyatida yashovchi 7 yoshli Ibodulla Boboning pensiya kartasi to'satdan ishlamay qoldi. Uning pasporti ham, kartasining muddati ham o'tmagan edi. Barcha ma'lumotlar bankda yangilangan edi. Bankomat xatolar chiqarardi. Do'konda esa to'lov o'tmasdi. Ibodulla Bobo bankka murojaat qilganida unga bank tizimida qisqa muddatli texnik nosozlik yuz berganligi va bu faqat uning kartasiga emas, balki bir nechta boshqa mijozlarning kartalariga ham ta'sir qilganligi tushuntirildi. Bank xodimlari muammoni yarim soat ichida bartaraf etib, kartani qayta faollashtirdilar. Bunday holatlar kam uchrasa-da, ularga tayyor turish lozim va bank bilan tezkor aloqaga chiqish eng to'g'ri yechimdir. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga keldik. Yuqorida aytib o'tilgan barcha xavf-xatarlarni hisobga olgan holda, sizning pensiya kartangiz bloklanishining oldini olish uchun nimalar qilishingiz kerak? Bu yerda aniq va tushunarli ko'rsatmalar mavjud bo'lib, ularga amal qilish orqali siz o'zingizni ko'plab noxush vaziyatlardan himoya qila olasiz. Har bir qadamni diqqat bilan o'rganib chiqing va ularni o'z hayotingizda qo'llashga harakat qiling. Pasportingizning amal qilish muddatini tekshiring va uni o'z vaqtida yangilang. Qadam 1. Pasportingizni olib, undagi amal qilish muddatini diqqat bilan tekshiring. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi pasportining 16 yoshdan 25 yoshgacha, 25 yoshdan 45 yoshgacha va 45 yoshdan keyin umrbod amal qilish muddatlari mavjudligini yodda tuting. Ammo agar sizda yangi ID karta bo'lsa, u odatda 10 yillik muddatga beriladi. Agar siz eski namunadagi pasportga ega bo'lsangiz va uning muddati yaqinlashayotgan bo'lsa, masalan, keyingi 6 oy ichida tugaydigan bo'lsa,
Zudlik bilan uni yangilash uchun harakatni boshlang. Pasportingizning muddati tugashini kutib o'tirmang. Aks holda barcha moliyaviy operatsiyalaringiz to'xtatilishi mumkin. Qadam 2. Yangi ID karta yoki pasport olish uchun xorijga chiqish kirish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga, xalq tilida over yoki IBning tegishli bo'limiga murojaat qiling. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlari orqali ham bu xizmatdan foydalanish mumkin. Oldindan navbatga yozilish yoki davlat xizmatlari portalidan onlayn ariza berish imkoniyatlarini tekshiring. Bu sizga vaqtni tejashga yordam beradi. Qadam 3. Yangi hujjatni olganingizdan so'ng u bilan pensiya to'lanadigan bank filialiga shaxsan boring. Bank xodimiga pasportingiz yangilanganini aytib, o'z ma'lumotlaringizni yangilashni so'rang. Ular sizdan arizaga imzo chekishni va yangi pasportingiz nusxasini taqdim etishni so'rashadi. Bu juda muhim. Chunki yangi pasport raqami va seriyasi bankning ma'lumotlar bazasiga kiritilishi shart. Agar ma'lumotlar yangilanmasa, kartangiz kelajakda yana bloklanishi mumkin. 2. Bankdagi shaxsiy ma'lumotlaringizni muntazam yangilab turing. Qadam 1. Har 3-5 yilda bir marta, hatto bankdan maxsus ogohlantirish kelmasa ham, pensiya kartangizga xizmat ko'rsatadigan bank filialiga shaxsan tashrif buyuring. Bu mijozingni bil, KYC siyosati doirasida amalga oshiriladigan profilaktik choradir. Qadam 2. Bank xodimidan KYC siyosati doirasida shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilashni so'rang. Bu odatda sizning pasportingizni tekshirish, ba'zi savollarga javob berish. Masalan, yashash manzili o'zgarganmi? Telefon raqami yangimi? Daromad manbai o'zgarganmi? Va tegishli shaklga imzo chekishni o'z ichiga oladi. Barcha ma'lumotlarning aniqligiga ishonch hosil qiling. Qadam 3. Telefon raqamingiz doim yangi va sizga tegishli ekanligiga ishonch hosil qiling. Bankdan keladigan SMS ogohlantirishlarni doimo o'qib boring. Agar telefon raqamingiz o'zgarsa, zudlik bilan bankka xabar bering va uni yangilang. Telefon raqamingiz bank bilan aloqa qilishning asosiy vositasi hisoblanadi. 3. Pensiya kartangizdan muntazam foydalaning yoki kamida balansni tekshirib turing. Qadam 2. Har oyda kamida bir marta pensiya kartangizdan biron-bir operatsiyani amalga oshiring. Bu bankomatdan kichik miqdorda pul yechish, do'konda to'lov qilish, kommunal to'lovlarni to'lash. Mobil telefon hisobini to'ldirish yoki mobil ilova orqali balansni tekshirish bo'lishi mumkin. Bu bankka kartangiz faol ekanligini va siz undan foydalanayotganingizni ko'rsatadi. Bu esa harakatsizlik tufayli bloklanishning oldini oladi. Qadam 2. Agar siz mobil bank ilovalaridan foydalanishni bilsangiz yoki yaqinlaringiz yordamida foydalana olsangiz, kartangizning balansini muntazam tekshirib turing. Bu nafaqat kartaning faolligini ta'minlaydi, balki to'lovlar to'g'ri tushayotganini ham nazorat qilish imkonini beradi va kutilmagan kamchiliklarni o'z vaqtida aniqlashga yordam beradi. 4. Nogironlik pensiyasi oluvchilarga maxsus e'tibor. Qadam 1. Tibbiy ko'rikdan o'tish muddatini aniq bilib oling va uni hech qachon kechiktirmang. Muddat yaqinlashganida avvalroq tegishli tibbiy muassasaga TMIK tibbiy mehnat ekspert komissiyasi murojaat qiling. Oldindan ro'yxatdan o'tish yoki navbatga yozilish tartibini bilib oling. Qadam 2. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan uni zudlik bilan yashash joyingizdagi mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga taqdim eting. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni yangilagach, pensiya to'lovi davom ettiriladi. Bu jarayonni kechiktirish sizni pensiyasiz qoldirishi mumkin. 5. Chet elda yashovchi pensionerlar uchun qadam 1. Har yili O'zbekistonning chet eldagi konsullik muassasalaridan tiriklik to'g'risida guvohnoma oling. Bu guvohnoma sizning tirik ekanligingizni va pensiyani olishga haqli ekanligingizni tasdiqlaydi. Konsullik xizmatlarining ish tartibini oldindan bilib oling. Qadam 2. Bu guvohnomani zudlik bilan O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga taqdim etish choralarini ko'ring. Pochta orqali yuborish yoki vakil orqali. Bu sizning pensiya to'lovining uzluksizligini ta'minlaydi. 6. Ishonchnom orqali pensiya oluvchilar uchun qadam 1. Ishonchnomaning amal qilish muddatini diqqat bilan nazorat qiling. Notarial idorada ishonchnoma rasmiylashtirilayotganda muddat tugashidan oldin eslatma berishni so'rang. Qadam 2. Muddat tugashidan ancha oldin, masalan 1 oy avval yangi ishonchnoma rasmiylashtirishni boshlang. Bu jarayon ham bir oz vaqt talab qilishi mumkin. Qadam 3. Yangi ishonchnomani bankka va pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida taqdim eting. Eskisi muddati tugamasdan yangisini topshirishni rejalashtiring, shunda uzilishlar bo'lmaydi.
yetdi. Kimga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda pensiya to'lanadigan bank, agar kartangiz bloklansa yoki sizda biron bir savol tug'ilsa, avvalo pensiya kartangizga xizmat ko'rsatadigan bankning eng yaqin filialiga shaxsan borishingiz yoki bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. O'zingiz bilan pasport va pensiya kartangizni olib boring. Bank xodimlari sizga vaziyatni tushuntirib, keyingi qadamlarni ko'rsatadilar. Astash keyin mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limi, agar bankda muammo hal bo'lmasa yoki u pensiya to'lovi bilan bog'liq bo'lsa, masalan, pensiya tushmay qolsa yoki to'lov miqdori noto'g'ri bo'lsa, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Ular sizga pensiya tayinlash va to'lash bilan bog'liq barcha masalalarda yordam berishadi. Murojaat qilganingizda pasportingiz va pensiya guvohnomangizni o'zingiz bilan olishni unutmang. Xulosa va yakuniy chaqiruv sizning bu borada fikrlaringiz va tajribangiz biz uchun juda qimmatli. Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Savollaringiz bo'lsa so'rang. Biz har bir kommentariyani o'qib chiqamiz va iloji boricha javob berishga harakat qilamiz. Videoni do'stlaringizga ulashing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yanada foydali ma'lumotlarni tayyorlashga ilhom beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.